Siz bilan birgalikda yana bir bepul darsligimizni o'rganamiz. Sanoat qurilish bankdan bank ilovasidan pul yechishni o'rganamiz. Bu qanday pul yechiladi? Ya'ni do'stimiz taklif qilgan holda pul yechib olamiz. Har bir do'stingizga taklif qilsangiz, sizga 10,000 so'mdan beradi. Xo'p, birinchi navbatda skechasi qilib olamiz shu bank ilovasini. Открыть bosamiz. Xo'p, открыть bosgandan keyin shunaqa chiqadi. Dalga qilamiz. Ilk tilni tanlaymiz. O'zbek tili, rus tili. Masalan, russkini tanlayman. Hamma o'zining tilini tanlasin. Xo'p, nomerni yozamiz. Keyin shu nomerni bizga 30 sekund davomida SMS keladi. O'sha kelgan SMSni bizga kiritishimiz kerak. Xo'p, kodni kiritganimizdan keyin mana shunaqa chiqadi. Chiqqandan keyin ismga Marjona, ism familiyalarni yozasizlar. Bunga sizni kim taklif qilayotgan bo'lsa, o'sha taklifni kodini обязательно yozishingiz shart. Xo'p, kodni yozganingizdan keyin "Я принимаю"ni bosasiz. Полный ma'lumotlar bilan tanishib chiqasiz. Oxiriga подтверждаю qilasiz va mana bu "Далее" tugmasini bosasiz. Mana buni yozib bo'lganingizdan keyin "Далее" tugmasini bosasiz. Xo'p, endi kiritganingizdan keyin shunaqa parol chiqadi. Siz parol terishingiz kerak va bu parolda siz butun umr esda qoldirishingiz kerak. Minimum 8 ta simvol deyapti, ya'ni minimum 8 ta bo'lishi kerak. Bitta raqam bo'lishi kerak, sifra deyapti. Keyin propisная буква и заглавие. Xo'p, katta harf bilan boshlarkansiz. Minimum mana katta harf bilan boshlaysiz, keyin mana pastiga chiziqcha bo'lishi shart. Xo'p. Mana. Xo'p, men terdim. Terganimdan keyin уже menga hammasi to'g'ri deb chiqarib berdi. Endi shuni полный kopirovka qilib, shuni ya'ni tepaga tergan kodingizni pastga ham yozasiz. Xo'p, yozdim. Endi "Далее"ni bosib olaman. Keyin parol terganlardan keyin pastga aytyapti, "Секретное слово o'ylab toping" debdi. Xo'p, unga biron-turli bir so'zni yozib olasiz. Xo'p, endi dальше hamma narsani qilib bo'lganingizdan keyin shunaqa 4 tali kod установить qilasiz. Yana qaytadan terasiz. Xo'p, shunaqa chiqadi. "Я принимаю" qilasiz. "Пройти позже". Xo'p, mana shunaqa qilib sizga уже avtomatik ochiladi bank. Xo'p, endi siz do'stingizni taklif qilish uchun bonus va приглашениyani bosib olasiz. O'shani bosganingizdan keyin mana sizga kodini chiqarib beryapti. O'sha kodni kopirovka qilib olasiz. Kopirovka qilib olganingizdan keyin, xo'p, kopirovka qilib olganingizdan keyin ezbiringizga, men hozir ezbiringga tashlam. Siz esa shu kod orqali do'stlaringizni taklif qilib, mana shu kod orqali kirishsa, sizga har chaqirgan do'stingiz uchun sizga 10,000 so'mdan pul beradi. 10 ta chaqirsangiz bir kunda 100,000, 20 ta chaqirsangiz bir kunda 200,000. Mana shunaqa qilib pul do'stingizni taklif qilsangiz, sizga ko'p pul beradi. Har bitta do'stingiz uchun 10,000 dan beradi. Xo'p, keyingi darsligimiz identifikatsiyada o'tish, ya'ni pasportimizni kiritishimiz. Xo'p, bu joy agar siz taklif qilgan do'stingiz verifikatsiyadan o'tmasa, sizga bonus umuman bermaydi. Mana masalan, menga bonus bermadi. Menga hozir 2 kishi o'tdim dedi, lekin menga bonus bermadi. Sababi ular verifikatsiyadan o'tmagan. Men ham hali verifikatsiyadan o'tganim yo'q. Shu sababdan endi sizlarga verifikatsiyadan o'tishni o'rganamiz. Mana tepaga odamchaga bosasiz. Bosganingizdan keyin mana "Пройти верификацию через платформу" deyapti. Xo'p, kiramiz. Rezident degani O'zbekiston fuqarosi deyilgan. Xo'p, bunga pasport seriya raqam yozasizlar. Bunga pasport seriya raqam yozasizlar, bunga esa tug'ilgan kun, oy, yilni yozasizlar. Xo'p, men davom etishni bosdim. Endi shunaqa chiqadi. Chiqqandan keyin "Использовать приложение" yozasizlar. Endi unga ruxsat berasizlar va sizga shunaqa kamera chiqadi. Siz shunaqa kamera chiqqandan keyin o'sha pasportdagi yuz bilan sizning yuzingiz bir-biriga mos kelishi shart. Xo'p, mana rasm yuborilmoqda, identifikatsiya amalga oshirilmoqda deb keldi menga. Mana o'sha menga qabul qildi. Mana ptichka bo'ldi. Shunaqa qilib ptichka bo'lgandan keyin, siz verifikatsiyangiz qabul qilingandan keyin, siz taklif qilgan do'stingizga ham mana shunaqa verifikatsiyasi qabul qilingandan keyin mana bonus joyiga pul tushib keladi.